Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp Eron taslim bo'lish arafasida ekanini aytdi. Eronning yangi harbiy ittifoqchisi kimligi ma'lum bo'ldi. AQSh Eron bilan urushda o'ta muhim zaxiralarni sarflab bo'ldi. Amerika Eron rahbarlarini lokatsiyalarini bergan odamlarga $10 million mukofot e'lon qildi. Sizni bel va bo'yin og'riqlari bezovta qiladimi? Unda sizga ajoyib Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini cho'zish uchun ideal moslamani taklif etamiz. Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini muloyim cho'zish uchun mo'ljallangan. Bo'yin va orqa sohadagi og'riqlarni yengillashtiradi. Skolyozni davolashga va bo'yindagi grijani yo'qotishga yordam beradi. Mushaklarning zo'riqishini kamaytiradi va bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi. Stress va asabiylikni kamaytiradi. Uy sharoitida foydalanish uchun ideal. Salomatligingizga e'tibor bering. Hoziroq buyurtma bering. To'lovni mahsulot qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Amerika Eron rahbarlarini lokatsiyalarini bergan odamlarga $10 million mukofot e'lon qildi. AQSh Eron rahbariyati va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi haqida ma'lumot berganlar uchun $10 million taklif qilmoqda deb xabar berdi Davlat departamenti. AQSh kelasi hafta davomida Eronga juda kuchli zarbalar berishi mumkin. Donald Tramp Qo'shma Shtatlar prezidentining so'zlariga ko'ra, Washington allaqachon Eronga sezilarli zarar yetkazgan va vayron qilingan infratuzilmani tiklash uchun uzoq yillar kerak bo'ladi. Tramp shuningdek, zarurat tug'ilsa, AQSh harbiy kemalari neft tankerlarini Hormuz bo'g'ozi orqali kuzatib borishga tayyor ekanini qo'shimcha qildi. AQSh Eron bilan urushda o'ta muhim zaxiralarni sarflab bo'ldi. AQSh Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlaganidan buyon bir necha yil davomida to'plangan o'ta muhim o'q-dorilar zaxirasini sarflab yubordi. Bu haqda 3 ta xabardor manbaga tayanib Financial Times nashri xabar berdi. Nashrning yozishicha, AQSh arsenalining tez suratlar bilan bo'shab qolishi birinchi navbatda Tomahawk qanotli raketalari zaxirasining kamayishi bilan bog'liq. Harbiy dengiz floti ushbu xarajatlarning oqibatlarini bir necha yil davomida his qiladi deya iqtibos keltiradi gazeta o'z manbasida. Financial Times xabariga ko'ra, yaqin kunlarda Pentagon Oq uy va Kongressga mudofaa ehtiyojlari uchun $50 milliard gacha qo'shimcha mablag' ajratish to'g'risida rasmiy so'rov yubormoqchi. Bozor ishtirokchilari ushbu so'rov Kapitoliy tepaligida keskin bahslarga sabab bo'lishini taxmin qilmoqda. Chunki har ikki partiya qonunchilari bunday xarajatlarning ko'lami va zarurligini shubha ostiga qo'ymoqda. Respublikachi senator Liza Murkowski Pentagon to'liq asoslantiruvchi hujjatlarni taqdim etishi kerakligidan ogohlantirdi. Pentagon Kongress bilan hamkorlik qilishi hamda so'ralgan ma'lumot va asoslarni taqdim eta olishi shart deyiladi xabarda. Operatsiya qiymati shiddat bilan ortib bormoqda. Pentagonning Kongress uchun yopiq brifingda bergan ma'lumotlariga ko'ra, jangovar harakatlarning dastlabki 6 kunida xarajatlar $11 milliard dan oshib ketgan. Ushbu mablag'larning asosiy qismi o'q-dorilarga sarflangan. Kunlik xarajatlar taxminan $1 milliard ni tashkil etmoqda. 28 fevralda boshlangan AQSh va Isroilning Eronga qarshi qo'shma operatsiyasi jiddiy geosiyosiy oqibatlarga olib keldi. Eron obyektlariga berilgan zarbalar Tehrondan javob qaytarilishiga sabab bo'ldi. U AQShning Bahrayn, Qatar, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirliklaridagi bazalariga hujum qildi. Mojaro oqibatida Hormuz bo'g'ozi orqali kema qatnovi deyarli to'xtab qoldi. Bu esa jahon bozorida neft narxining bir barrel uchun $100 dan oshib ketishiga turtki bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Ikkinchi jahon urushidan beri olib borgan barcha urushlarida mag'lub bo'lgan. Ular bu urushda ham mag'lub bo'ladi. Yevropa Ittifoqining sobiq diplomati Jozef Borrell Pete Hegseth Eronning yangi oliy rahnamosi mayib bo'lganini aytdi. Eronning yangi oliy rahnamosi Said Mujtabo Xamenei yaralangan va katta ehtimol bilan mayib bo'lgan. Bu haqda 13-mart kuni AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Hegseth jurnalistlarga Mujtabo Xamenei omma oldiga ko'rinish bermayotgani sababli katta ehtimol bilan uning yuz qiyofasi shikastlanganini aytdi. Bizga ma'lumki, yangi unchalik ham oliy bo'lmagan rahnamo yaralangan va ehtimol mayib bo'lib qolgan dedi Pete Hegseth. Pete Hegseth 12-mart kuni Eron davlat televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan Mujtaboning yozma bayonotiga ishora qilib, nima uchun uning ishtirokidagi video yoki audio yozuv yo'qligi bilan qiziqqan. O'ylaymanki, buning sababini o'zingiz yaxshi bilasiz, deydi u. AQSh mudofaa vaziri Mujtaboning qo'rqib qolgani va yarador ekanini da'vo qilmoqda. Hegsethning so'zlariga ko'ra, oliy rahnamo qochib yuribdi va qonuniy asosga ega emas.
Eronning yangi harbiy ittifoqchisi kimligi ma'lum bo'ldi. Yaqin Sharqdagi geosiyosiy o'yinlar yangi pallaga kirdi. G'arb davlatlari Tehronning asosiy tayanchi Rossiya ekanini ta'kidlayotgan bir paytda maydonda kutilmagan va sirli ittifoqchi paydo bo'ldi. Eronning o'zgarayotgan harbiy strategiyasi va Shimoliy Koreya bilan bog'liq maxfiy rejalar tafsilotini taqdim etdi. So'nggi kunlarda Eronning dushmanga nisbatan hujumlari biroz susaygan kuzatildi. Ayrim ekspertlar buni mamlakatning jangovar salohiyati zaiflashgani bilan izohlashsa, boshqalari buni bo'rondan oldingi sukunat deb atamoqda. Aslida esa Tehron uzoq davom etadigan nizoga moslashish uchun o'z taktikasini tubdan o'zgartirdi. General-mayor Sergey Lipovinning fikricha, Eron rahbariyati kuch va resurslarni cheksiz sarflashdan voz kechib, ularni tejash rejimiga o'tgan. Eronning yerosti bazalarida AQSh va Isroil razvedkaga yeta olmaydigan hududlarda 10 mingdan 15 minggacha uchuvchisiz uchish apparatlari shay holatda saqlanmoqda. Eron ixtiyoridagi og'ir raketalar Amerikaning Patriot va Isroilning temir gumbaz tizimlari uchun bosh og'rig'iga aylangan. Eronning ayrim raketalari tovushda 4-5 marta tezroq harakat qiladi. Bunday tezlikdagi nishonlarni urib tushirish uchun hozircha na Washingtonda, na Tel Avivda zaxir mavjud emas. Islom inqilobi muhofizlar korpusi ofitseri Ali Fadaviyning bayonoti dunyo harbiy doiralarini hayratda qoldirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Tehron suv ostida soatiga 360 km tezlikda harakatlanuvchi raketalarni uchirish texnologiyasiga ega. Bunday noyob ishlanma dunyoda faqat ikki davlat, Rossiya va Eronda mavjudligi aytilmoqda. Eron va Rossiya o'rtasidagi rasmiy shartnomalarda harbiy bandlar ochiq ko'rsatilmagan bo'lsa-da, texnologiyalar almashuvi boshqa yo'l bilan amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Harbiy muxbir Aleksandr Artamanovning taxminicha, bu zanjirdagi asosiy halqa Shimoliy Koreya hisoblanadi. Pxenyan rossiyalik olimlar bilan hamkorlikda gipertovushli va yadroviy texnologiyalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirgan. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Eron o'rtasida harbiy hamkorlik to'g'risida kelishuv mavjud bo'lib, bu rossiyalik mutaxassislarning ishlanmalarini Pxenyan orqali Tehronga yetib borishga imkon yaratadi. Shimoliy Koreyaning so'nggi yillardagi harbiy yutuqlari Eron uchun bebaho texnik dastak vazifasini o'tamoqda. Eronning yangi harbiy strategiyasi faqat mudofaaga emas, balki dushmanni texnologik jihatdan lol qoldirishga yo'naltirilgan. Shimoliy Koreya kabi sirli va qat'iyatli ittifoqchini paydo bo'lishi Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanatini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Tramp Eron taslim bo'lish arafasida ekanini aytdi. G7 yetakchilarining yaqinda o'tkazilgan virtual sammitida AQSh prezidenti Donald Tramp Eron taslim bo'lish arafasida ekanini ta'kidladi. Axios nashrining muzokaralardan xabardor uch rasmiysiga tayanib xabar berishicha, Tramp davom etayotgan mojaroning yakuniga nisbatan yuqori ishonch bildirib, vaziyatni o'zi saraton deb atagan mintaqaviy tahdidga qarshi g'alaba sifatida baholadi. O'zining optimistik ritorikasiga qaramay, prezident muhim diplomatik to'siqni tan oldi. Tehronda taslim bo'lishni rasmiylashtirishga qodir aniq rahbariyat tuzilmasining yo'qligi AQShni muzokaralar uchun aniq hamkorsiz qoldirmoqda. Geosiyosiy manzara Trampning bayonotidan atigi 24 soat o'tib, Eronning yangi oliy rahbari Mushtaba Xamenei o'zining birinchi televizion murojaatini qilganidan keyin keskin o'zgardi. Prezidentning bahonasidan farqli o'laroq, Xamenei mojaroni davom ettirishga qat'iy sodiqligini bildirdi. U eronlik shahidlar uchun qasos olishga va'da berdi va yangi frontlar ochilishi haqida ogohlantirib, xususan strategik Hormuz bo'g'oziga bosimni oshirish rejasini ta'kidladi. Bu bayonot Eron qarshiligining muqarrar qulashi haqidagi rivoyatga bevosita qarshi chiqadi va mintaqadagi beqarorlikni kuchaytiradi. Germaniya kansleri Friedrich Merz, Britaniya bosh vaziri Keir Starmer va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'z ichiga olgan G7 yetakchilari prezident Trampni harbiy harakatlarga tezroq barham berishga chaqirishdi. Ularning asosiy xavotiri global energiya ta'minoti uchun muhim artilleriya bo'lgan Hormuz bo'g'ozini barqarorlashtirish bo'lib qolmoqda. Tramp vaziyat yaxshilanayotgani va tijorat yuk tashishlar tez orada qayta tiklanishini ta'kidlagan bo'lsa-da, joylardagi haqiqat xavfli bo'lib qolmoqda. Iroq qirg'oqlari yaqinida kamida 2 ta neft tankeriga qilingan hujumlar haqidagi xabarlar ma'muriyatning dengiz xavfsizligi bo'yicha optimistik prognozlarga shubha uyg'otdi. Bevosita harbiy qarama-qarshilikdan tashqari, sammit Yevropa ittifoqchilarining mojaroning kengroq oqibatlari, xususan Rossiyaning beqarorlikdan foydalanish ehtimoli borasidagi chuqur xavotirlarini yoritdi. Global energiya bozorlari noaniqlikka munosabat bildirayotgan bir paytda diplomatik nervlar kuchaydi. G7 yig'ilishi bilan bir kunda Rossiya maxsus vakili Kirill Dmitriy Floridada Tramp maslahatchilari Steve Witkoff va Jared Kushner bilan yaqinlashib kelayotgan energiya inqirozini hal qilish uchun muzokaralar o'tkazdi. Ko'p o'tmay, AQSh Moliya vazirligi Rossiya neftiga nisbatan, xususan tranzit yuk tashishlarga qaratilgan bir oylik vaqtinchalik sanksiyalarni yumshatishni e'lon qildi. Global energiya bozorlarini barqarorlashtirishga qaratilgan bu qadam AQSh Yaqin Sharqdagi harbiy qarama-qarshilik va global iqtisodiy muvozanatni saqlash zarurati o'rtasidagi ikki
tomonlama bosimni boshqarishda amalga oshirish kerak bo'lgan murakkab muvozanatni aks ettiradi. 2026-yil 13-mart holatiga ko'ra vaziyat o'zgaruvchan bo'lib qolmoqda va xalqaro kuzatuvchilar harbiy bosim va iqtisodiy imtiyozlar kombinatsiyasi keskinlikning pasayishiga yoki mintaqaviy chuqurlashishga olib kelishini diqqat bilan kuzatmoqda.